أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hürmetlik birodarlarimiz, bu qatimki dersimizga yine hoş kelibsizlar. Bu qatimki dersimizniki asosiy mavzui taloq bilan pasxniki farqi nima? Mana mushniki ustida to'xtalamiz. Endi taloq. Mana er bilan ayol nikoh qilib bir uyga kirdi. Bir uyga kirgandan keyin aslida bu nikohniki asli taqozosi bo'yicha davomlashtirish hamdi. Endi davomlashtirish, yani bunu davomlashtirish imkoni yo'q. Yani buningda imkoni yo'q vaqtning o'zida agar kishi tarafdan qo'yibman desa, uningki qo'lida mana taloq qilishdan iborat bir huquq bor. Buni qo'yibasicha bo'ladi. Ya'ni ikki tarafniki hayoti, ayollik hayotini oxirlashtiradigan yo'l ikki. Birisi taloq, yana birisi pasx deb ataladi endi. Endi bu taloqniki o'zi oldingi darsimizda deyildi. Kim qiladi, qanday kishi qila oladi? Mana taloq qilgan kishiniki o'zi jazman kishi bo'lish kerak. Kishi qiladi, ayol kishiniki taloq qilish haqqi yo'q. Baligh, mukallaf, aqil, mushtaqchi bo'lish kerak. Ham u ayolniki o'zi, u odamniki nikohda bo'lish kerak. Anidan taloq qila oladi deb, unidagi taloq qancha qism bo'ladi? Taloq sarih, taloq kinoya va undan boshqa taloq muallaq, munjaz, sarih degan edik. Mushuniki ustida to'xtaldik. Mana buniki hammasida kishi o'ziniki og'zidan chiqarib qiladigan taloq. Yoki bo'lmaydi, o'ziniki og'zidan chiqardi yoki og'zidan chiqarishning o'rni turadigan xat yozish, ishorat qilish, mesela gaz ya gacha mushta qolgan vaqtning o'zida mana bu orqali taloq bo'ladi endi. Endi bu taloq qildim deb, meniki erkin huquqim ekan deb uni kaskanmas ishlatish haqqi yo'q. Bundaq huquqniki o'zini men shariati islomiy bo'yicha buniki usuli va yo'li va shu bo'yicha ishlatasiz. Va men qisam o'zimning ixtiyoriy ekan deb opirib ochchiq kelgan yoki ayol kishi ezar holatdimi emasmi, jinsiy munosabatda o'tkazgan pokizlik holatdimi emasmi deb ochchig'im kelib vaqirab jaqirab yuguriblar. Bundaq taloq qilishniki o'zicha durust emas. Bu bo'lmaydi. Bunda qilib qolgan bo'lsa taloq bid'iy bo'lgan bo'ladi, harom ishini cho'qqan bo'ladi. Taloq qilgangiz kelib kelsa qanday qilasiz? Ya'ni ayolniki yuziga qaraysiz, ayolingiz yezlik holatdami emasmi? Ya yezlik holati bo'lmasa jinsiy munosabat o'tkazgan to'g'rilik holatdami emasmi? Taloq qilmoqchi bo'lsangiz bir qator qilasiz. Og'zim meniki, o'zimniki deb 2, 3 ming, 10 ming qilsangiz bo'lmaydi. Bu şekilde qilasiz, agar o şekilde qilib qolsangiz, yezlik holatda yo jinsiy munosabat o'tkazgan to'g'rilik holatda yoki bir qator qilmay 2 yoki 3 yoki 5, 10 ming yoki 5, 10 qilsangiz, u chog'da harom ishni qilgan bo'lasiz. Mening erkin ishimni qo'llandim, ishlatdim deb turib harom ishni qilib qolgan bo'ladi. Harom ishni qilgan bo'lsam taloq bo'lgan bo'ladi. U ish boshqa, bu gunoh bo'lgan ish boshqa. Unda bo'lgandan keyin taloq meni mush shakldagi bo'lgan narsani biz taloq dedik, qonundan boshqa taloqniki bir qancha turlari, taloqi xul'i dedik, dihor dedik, ila dedik. Mana mush shakldagi bo'lgan taloq bo'lgan bo'ldi endi. Li'on dedik, mush shaklda taloq bo'lgan bo'ladi. Bu hammasi kishiniki og'zida chiqadiganlar va ba'zilari og'zi chiqmay, mesela li'on shaklda taloq shu li'on aytish qonunlar ba'zi olimlar taloq qilish kerak, og'zi chiqarish kerak deydi, ba'zilar unda qilmasa ajrashib ketadi deydi. Yana masalan ila masalasi shu, zihor masalasidimi meni shu. Mana bu taloq bo'lgandan keyin ondan buningga oqisi kelgan bir qancha ahkam bor. Bu taloq bo'ldi, og'zi chiqadi yosh bo'ldi, yoshni qildi. Qilgandan keyin bu taloq degandan keyin undan keyin u taloq qilingan ayolning o'zi 3 ko'ramdi yoki ko'mamdi, homildarmi emasmi? Mana shu ish bo'lgandan keyin shu iddat to'shqan qadar bu odam shu ayolni o'zing ayolidek yana qandoq yemak ichmak kiyim kechak va hokazo bilasa aynan shundoq birdamdi. Uni o'ziniki turayotgan uyda yer shu iddati to'shqizib, anadagi ota-onasining uyiga olib qo'ydi. Taloq qildim deganniki hukmi mana bu.
bu olab ham taloq raji bo'lib qolsa, mana oldingi darsimda to'xtaldik. Mana agar pushmon qilib qolsa, iddat to'shqanga qadar yenishib oldim desa, yenishib ola oladi. Taloqqa boyinib qolgan bo'lsa, o'sha qayda nikoh qilib qola oladi. Mana bu nim bo'lgan bo'ldi, taloq bo'lgan bo'ldi. Taloqqa aloqada bir qancha ahkam, hukmlar bo'lgan bo'ldi. Endi taloq qilgan bo'lgandan keyin taloq deb bu hisoblangandan keyin agar o odamniki talog'i shu qatam birinchi bo'lgan bo'lsa, undan keyin ikki qator taloq qilish haqqi bo'lgan bo'ladi. Ikki qator. Ikki qatordan keyin agar yana taloq bo'lib, uchinchi qator, uchinchi qatorni eshib ketgan bo'ladi, bu chog'ning o'zida u ayoli bilan iddat to'shmusi qat'iy u yangi nikoh yoki yangi to'ylar qat'iy yenishib olishga, hududdoshlik qilishga qat'iy bo'lmaydi. U ayol jazman ikkinchi bir erga uzun muddat davomli bu er bilan uy tutaman degan maqsadda, ya'ni tahlil shaklicha emas. Mana shunda qiladi ermi ayolmi, ondan keyin nikoh qilib o'tadi bir mezgil yoki qamlishamaydi taqdir ilohiy bilan. Uningdan keyin o adam qo'yibdi, qo'yayotgandan keyin iddatini unidan tugitib, ondan keyin birinchi eriga yonaman desa, ondan keyin yona oladi. Bu taloqning hukmicha bu. Endi ikkinchisi ham taloq, ya'ni ajrashib ketishniki hayot, ya'ni er ayollik hayotniki oxirlashtirishning yeni bir shakli pasxi. Pasxi degan gap arabcha buzush degan gap bo'ladi. Endi er ayol mana har ikkalasi qiz o'g'illar masalan to'y qilmaydigan vaqtdagi o'zidan ikkisi ikki birga kelib bir oilani qo'rashtirdi endi. Qo'rashtirishniki, ya'ni nikoh qilishniki bir qancha yana farzlari va rukunlari va shartlari va vojiblari va deb uni to'xtaldik. Endi bu pasx degan shu qilingan shu nikohniki o'zini buzib etish, shu bir yerga akagan shu og'amchi chigikniki o'zini yeshib etish degan gap. U chog'ning o'zida bu pasx bo'lgan vaqtdagi o'zida bu nikohniki oxirlashganliginiki o'zi u kishiniki og'zi qolib qolmaydi. Og'zi chiqmasimi? Ya qozining hukmi bilan, shar'iy mahkamaniki qozining hukmi bilan kishining o'rnini noib bo'lib turiblar, onu turiblar taloq qiladi, yoki bo'lmaydi shar'iy beketgan hukm bilan o'ziga da buzilib ketadi. Mana bu pasx bo'lgan vaqtning o'zida, agar u ajrashib ketishniki o'zi pasx deb hisoblansak, u chog'niki o'zida u pasx bo'lgandan keyin ajrashib ketishkisi nima qildi, uniki tuzab andiki boshqadan nima qilamiz desak, yana o odamniki o'zi u ayoli bilan qaytadan yani 3 taloq qilish agar nima bo'lsa, haqqi bo'ladi. Agar taloq bo'lib qolgan bo'lsa, masalan deydi, mana nikohningki asosiy rukni er ve musulmon er bilan musulmon ayol bo'lishi kerak. Musulmon ayol bo'lgan vaqtning o'zidami nikoh qilingan ayolning o'zi mana mangu u odamga mana yalaqi nikohi harom bo'ladigan ayolchi bo'lmasi kerak. Biz buni kitobi nikohda to'xtaldik endi. Shuning ichida qat'iy elishga bo'lmaydigan mana ayollarning o'zida mana opsi, singlisi va kazadik uni qilmaydi. Masalan bir odam o'ziniki emaildash yo singlisini ep qilish uchun mumkin uqmaydi. Bu harom. O'qib qolgan bo'lsa, singlisini o'xshash. Endi nikoh qilib bo'lgandan keyin bu ishni bo'ptan bu yerda oshkorlabdi. Birisi debdi yo bir shohid yuribdi. Men ishkan imitga debdi. Degan bo'lsa, shu chog'ning o'zida bu nikoh buziladi. U kishiniki og'zida taloq qildim degan gap chiqmasimi? Darhollik qila bu nikoh buzilib ketadi endi. Buzilib ketgandan keyin bu chog'ning o'zida qayta ya'ni tuzash nemisi yo'q. Yeni bir masalaga deylamdi. Yeni bir masala, masalan bir kichik balog'at yetmagan mushundaq bir kichik vallaninki o'zini otasi va dadasidan boshqa tuqqanlari bu ikkisi kichik chog'da nikoh qilib ketgandi. Nikoh qilib bo'lgandan keyin bu cho'ng o'tdi. Cho'ng bo'lgandan keyin o'chani o'zida ixtiyor bu har ikkilisniki qo'lida bo'ladi. Endi bu yerda ixtiyor qilgan vaqtdagi o'zida ular ixtiyor qilibdiki, yo qiz yoki o'g'il, men buni bilan men yurmayman deb shuni darhol u kishi o'g'il bola og'zi chiqarmasmi o'chani o'zidan nikoh tugaydi endi. Tugadan bir mezgildan keyin aql o'shi joyiga kelib nima qilgandan keyin qaytadan nikoh qildim. Nikoh bir yer kelgan bo'lsa, meni bu ikkisiga nisbatan bu nikoh bu yer pasx bo'ldi. Bu nikoh rasmiy to'g'ri nikoh bo'ldi. Bu ikkisiga nisbatan burunqi ota-onasidan
dadisidan boshqa qilgan nikohniki o'zi bo'lmaganda hisoblanib, agar shu ikkisi agar qamlishamay ashundaq nikoh qilgan bo'lsa, o'shanizda bu ayol bilan u odam 3 qator taloq qilish, taloq qilib, nima qilish, yenish verish nimasi va haqqi bor. Agar biz uni nimani pasx demasak, taloq deb qolsak, o'shanizda bir taloq bo'lgan bo'ladi, unidagi qilgan nikoh bo'ldi, nikohdagi ikkinchi taloq, unidagi uchinchi taloq bo'ldi, u chaqning o'zi nikoh qilib ikki taloqdan ana 3 bo'lib, o'shaning o'zida bu bo'ladi. Endi pasxniki yana bir nimasi? Mana o'limalimizning o'rtasida agar shunday pasx shaklda mushuna ajrashib ketib bo'lgan bo'lsa, o'shaning o'zida mana iddat masalasi bor. İddet meselesida nima deb qaraydi desa, o'xshamagan mushuna olimlarimiz ko'z qarashi shu bor. Ba'zi olimlar agar nikohning o'zi pasxga aylanib ketgan bo'lsa, mushunday shaklda u ayolniki gadiniga bir qator hez ko'rsachi bo'ladi. Chunki bu nikohniki o'zi aslidan bo'lmagan nikoh edi. Aslida bo'lmagan nikoh, yo'q bir nikoh. Bu yerda iddat tutish degan gap, ya'ni shu ayol kishiniki qo'sig'ida shu kishiniki urug'i bormi yo'qmi? Shuni isbotlash. Endi bu ayol kishi bir qator hez ko'rgandan keyin u ayolniki qo'sig'ida urug' yo'qka, bola hamila yo'qkan degan gap bo'ladi. Buni isbotlandi. Unda o'g'andiki 2-3 qator iddat ko'rmisichi bo'ladi deb mundaqcha qaraydi. Ko'p sonli olimlarimiz agar pasx bo'lsa-mi, buni asosan bu ayolniki yuzi 3 hez ko'rdi. Ham mushundaq yalaqi hez ko'rmaydigan bo'lsa 3 oy iddatchi tutadi deb nima qiladi? Qaraydi. Agar homildor bo'lib qolgan bo'lsa, mana homili tuganga, ya'ni homil, ya'ni tuqqan qadar iddati to'shmaydi, tuqqan homilalarni iddati to'shidi deb bu da nima qiladi? Ko'z qaraydi. Endi biz endi taloqniki nima, pasxning o'zini mush shaklda tushundik. Bu pasx buzish, ya'ni qilingan nikohning o'zini buzish degan gap bo'ldi. Unda o'g'andiki bu mazmunda oldingi kitobi nikohning eng oxirgi darsimizda shu qilingan nikohni buzib, uni ko'tirib yo'qotadigan ishlar degan mazmunniki ustida to'xtalgandik. Endi to'xtalsakmi, hozir yana bir qator shu nikohniki o'zini buzib bir qancha omillar bor endi. Mana ba'zilari shar'iy to'sqan sababi ba'zilari qoziniki buyrug'i bilan bandaq bo'ladi. Ba'zilari qozining oldiga berish kerak. Ba'zi yiliq ishlarniki o'zida qozining oldiga bormisimi, shu ish bo'lishi bilan shar'ining haqqi deb hisoblab, o'chada nikohchi tugab ketadi endi. Biz endi buning ustida to'xtalmoqchi. Biz hammamizga ma'lum, har qanday bir qiz o'g'il yoki ayol men to'y qildim, nikoh qildim desa, bu nikohniki asosiy rukni farzi bor. Undan boshqa vojib sunnatlar ko'p bor. Shuning qatorida makruh harom bo'ladigan ishlar ko'p bor. Buni nima qilish kerak? Bilish kerak. Bilmasak bo'lmaydi, oila quramiz, davomlashtiramiz degan bo'lgandan keyin. Shu nikohningki ishlarini bilmaganligi uchun to'y qilgan shu kishilarniki o'zi mana to'y qilib 4-5 kundagi yoki 2-3 oy yoki 4-5 bir yildan keyin ajrashib ketishniki mana ko'p bo'lish sababchi bu ishni bilmaganlikdan hamda. Hem her ishkili taraf bu İslam dininiki her ishkilisiga qo'ygan haq huquqini to'g'ri to'nib, to'g'ri tushunib, to'g'ri bu muomalachi bu masxdan kelib chiqqan masala. Shu ishda kelib chiqadi. Shuni bunaqa bilishga hamma odam buning ahamiyatini berishimiz kerak. Endi bu nikohniki o'zi birinchidan biz endi musulmon ayol bo'lish kerak. Bu nikoh qildim degan gap bu islomiy talaffuz, islomiy tushunch. Diki nima o söz. Cezmen bir imam, bir alimninki qishig'i berib, Allah'nınki dergahida o'tadigan nikohniki o'zi mana diniy shakldagi o'zida qilingan nikoh o'tadi. Diniy shaklda qilinmagan nikohniki o'zi bu nimadichi o'tmaydi, Allah'ning dergahida qabul qilinmaydi. Endi unda bo'lgandan keyin nikoh qilmoqchi bo'lgan er bilan ayolniki o'zi cezmen ikkalisi haqiqiy mu'min musulmon bo'lish kerak. Ya'ni musulmon bo'lish kerak. Mana ikkisiniki biri kafir bo'lib qoldi. Bu qat'iy mu'min musulmon bilan kafirninki o'rtasida
kafir, mushrik, majuz, Xitoy, mana kafir, ateist, kommunist deganlarniki o'ttirsa hargiz nikoh yo'q. Nikoh yurmaydi. Bo'libmi mushu majuz degan maxluq, ya'ni Xitoy buniki o'ttirsida Uyg'urlar bilan qilingan nikoh hargiz durust emas. Chunki bu Xitoy odam bo'lsinmi bu nejis. Bu nejis demak, ya'ni uylik degan gap. Ya'ni nikoh qilmoqchi bo'lgan kishilar jazman ikkisi hayot bo'lishi kerak. Bir uylik, bir tirik bo'lsa, u bo'lmaydi. Ikkinchidan, bu yalaqa kafir, bu yalaqa Xitoyniki o'zi kafir olsun nicaset, bu pok paskına, bu mümin Müslüman degan nima pakiz. Ana bo'lgan ekan, bu ikkisiki o'ttirda bir pakizda bir paskin bir yerga ekib qilishga hargiz nima emas, o durust emas. U Xitoy ikki putlab mengib yurib, og'zidan gap qilib yurib, ikki ko'zi bor ekan deb qilsaqmi, buning qilayotgan ishi. Hozir bizniki Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga va undan boshqa musulmon xalqiga yurgizayotgan shu zulm buniki adam emas ekanligini, odamniki qalbidan chiqqanligini bildirdi. Agar bir odam mushniki rasmiy to'g'ri bo'lmaydiganligini o'qib, yo xotini olsa, yo birsi shu Xitoyga tekkan bo'lsa, buni nikoh durust emas. Agar o'qib turib mushni qon bo'lsa, dindan chiqadi. O Uyg'ur millati bo'lsa-mu musulmon emas. Musulmonniki mana qabristonlikqa o'lgandan keyin masjidga akirishga qat'iy durust olmaydi. Shu bunaga nima qilishimiz kerak? Uyg'urlar bilan mana Xitoylarniki o'ttirsida nikoh bo'lmasligining o'zi nikohniki asosi rukun bo'lgan musulmon degan gap bo'lmaganlik uchunchi bo'ladi endi. Endi bu yerda endi musulmon dedik. Endi bu yerda ikki ahli kitob bor ekan. Deyli bir ayol xotin. Bu ahli kitobniki o'zi agar eri musulmon bo'lib, ayoli musulmon bo'lmay ahli kitobniki qatori turgan bo'lsa, nikohi buzilmaydi. Bir musulmon erniki ahli kitob ayolni, mayli Yahudi yoki Nasara bo'lsa, u o'zniki shu burunqi diniga shu buni yüz amal qiladigan, hozirgidek undaq ateist shakldagi yelim yota amal qilib qo'ygan emas, rasmiy o'zing dinini halol deb harom bo'lmadi unudimi? Men ashun amal qilgan ashunda bir Yahudi yoki Nasara bir xotin bo'lgan bo'lsa, mana u xotin mana islom diniga kirgan bo'lmabdi. Shu kiribdi. O'shaning o'zi nikoh bunga buzilmaydi endi. Ammo ayoli nima qilibdi bu yerda? Ayoli musulmon bo'libdi. Ammo eri Yahudi yoki Nasara ekan. O'shaning o'zida bu nikoh darhol mahkamaga, ya'ni bu yerda darhol nikoh buzilib ketadi. Nikoh buzilib, o'shaning o'zida ba'zi olimlar deydi bu yerda mahkamaga berish kerak. Ayol kishidan musulmon bo'lgan bo'lsa, ayol kishi musulmon bo'lgandan keyin erini opirib, mahkamaga opirib, mahkamadan o'shaning o'zida ayoling musulmon bo'libdi, musulmon bo'lgandan keyin sen musulmon bo'l deydi. Agar uni bo'lgan bo'lsa, shu o'shaning o'zida qozi bu yerda nima qiladi, ayirib deydi. Buniki o'zini nima deymiz uni? Pasx deymiz. Mana bu agar mana mushunday bo'lgandan keyin endi iddatim to'shdi nima qilib o'tib ketdi. O'tib ketgandan keyin u yiliqi erning o'zi meni musulmon bo'lib, meni qaytadan musulmon bo'lgan bo'lsa, unidagi qaytadan ikkisini erib tegishib qolgan bo'lsa, o'shaning o'zida burunqi nikoh yo'qdek, ya'ni qaytadan nikohlandi deb hisoblanib, burunqi qilgan ajrashib ketganda taloq deb yo'qmaymiz, u yerda hisoblamaymiz. Ya'ni qaytadan u kishiniki agar shunday ishlar bo'lib qolgan bo'lsa, bo'lish ehtimoli bo'lgan bo'lsa, 3 taloq qilishga nemisi bo'lgan bo'ladi, haqqi bo'lgan bo'ladi. Endi bu ikkisi biri kafir aviyatı dedik, ya mushrik, ya majus, ya Xitoy bo'lib qolgan bo'lsa, o'chani darholla nikoh ajrashib ketadi. Bu kafirlar musulmonning o'ttirsida qat'iy nikoh yurmaydi. Endi bu yerda ikkisining biri murtad bo'lib ketibdi. Nauzubillah, ya er yoki ayol murtad bo'lib ketibdi, nikoh musulmon ekan. Bu çanıki üzüdümü her işkilisi nikah şu murtad bo'lgan hamma namla o çanı üzü nikah bu yerda yo'qib ketadi. Nikah yo'qolib ketadi. Yani nikah buzilib ketadi. Mesela kishi deydi yoki ayol kishi deydi, Nasara bo'lib ketibdi, Xristian bo'lib ketibdi, yo kommunist yo Xitoy bo'lib ketibdi. Bu çanıki üzüde bu nikah qat'iy yurmaydi. Yani yurmay bu çanı üzüde bu ish yuz bergan bo'lsa, bu çanıki üzüde bu nikohniki o'zi meni buzilish shaklda
bo'ladi. Endi nikoh qilmoqchi bo'lgan er ayolning o'zi musulmon bo'lishi kerak dedik. Endi nikoh qilmoqchi bo'lgan shu er ayolning o'zi her ikkalisiga nikoh qilinsa harom bo'ladigan kishilar bo'lmasi kerak. Ya'ni buni ustida to'xtaldik, kimni asa durust bo'lmaydi, masalan otasi nima otasiniki opasi o'zi ketgan, ota singillari va uningki ota singillari shuningdek o'ziniki qizlari navlarlari shundaqcha bo'lmaydi endi. Endi shuningdek endi imildash bo'pti deydi. Imildash bo'lgan qiz yigitlarniki bir-birisiga nikoh qilishi qat'iy durust emas. Bu haram. Endi bu haram bo'lgandan keyin endi bu yerda er ayolniki o'zi shundaq nikoh qilibdi. Nikoh qilgandan qiz yigitlar nikoh qilib bo'lgandan bir mezgil yoki shu vaqtning o'zida bir mezgildan keyin deyli, o'shan o'zi bir odam qo'yib yo bir ayol kelib, "Voy, men ishkan emitgandim" degan bo'lsa, darhol shu vaqt o'zida nikoh bu yerda buzib ketadi. O'shan o'zida ayakishning og'izi taloq qildim degan gap chiqmasin-chi bu yerda nima u durust nikoh buzib ketaverdi. Endi birisiga ekan ayolniki aviyati degan deb o'tdik. Balog'at yetmagan qiz yigitlarniki o'zini otasi dadasidan boshqa kishilar tuqqanlari opirib bu ikkisi nikoh qilib qo'ygan bo'lsa, nikoh qilgandan keyin qarab baqsa bir mezgildagi balog'at yetibdi. Undan keyin o'z ixtiyorini qilib biz xotin bo'lishmaymiz debdi. Degan vaqtdagi o'zida bu qanday bo'ladi? Degan vaqtning o'zida shu vaqtning o'zida darhol u kishiniki og'zidan men taloq qildim demisimi? Men taloq qildim demisimi? Shu joy nikoh buzib ketadi endi. Bu nikohniki asosiy rukni her ikkitada bo'lish, hayot bo'lish kerak. Her ikkisi musulmon bo'lish kerak dedik. Bu yerga kelgan nima bu? Asos nimasi? Endi yeni bir sondagi nikohniki yeni bir rukni bor. Shohid bo'lish va mehrdir. Endi bir odam bir ayoli bilan nikoh qilishda shohid yo'q ekan. Shohidniki eng oz ikki er kishi. Bo'lmasa bir er ikki ayol kishi bo'lish kerak. Bu eng oz deganimiz masalan yo'q ya'niki o'zida. Yo'q yerda masalan Bayabani cho'l jazirida hiçbir adam yo'q. Uchun ikkala kishi bor ekan. Shu uchun o'zida andagi durust deganimiz bu. Bu yerda opirib jiq adam bayaning o'zim ikki kishini akirib nikoh qiladi deganlik emas. Bu to'g'rida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sen nikoh qilsang nikohni masjid qilinglar, oshkora qilinglar, guvohchilik qo'yinglar qilinglar degan. Hammasi ochiq oshkora bo'lish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam nikoh bilan mena zinoning o'ttirisiga farq dapudumbaq shohidlik degan. Ana o'g'andan keyin bunda bir ittihom, bunda bir gumondan xoli bo'lishimiz uchun nikoh qilishda jazman ochiq oshkora shohidlarni uchun aklishimiz kerak. Endi nikohniki yana bir rukni farzi shohid dedik. Shohid qilmasdan nikoh qo'yibdi. Nikoh qilgan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana bu nikohning o'zi buziladi. Buzilgandan keyin darhol bu nikohni o'ngshash uchun anadagi guvohchi akirib, qoidadan nikoh qoidadan to'ylik qilib, anadagi cho'q qilish kerak. Bunda bo'lib qolgan bo'lsa, o'chaning o'zida bu shartni asos qilmagan bo'ldi. Buningdan nikohchi nima ketdi? Bu yerda buzib ketdi. Taloq qilmasimi, o'chaning o'zida og'zi chiqqanmisa buzib ketdi. Yana bir sonada ekan mehr dedik. Endi mehriniki o'zi nikohniki asosiy bir qismi, ya'ni bir rukni. Mana bu mehrsiz qilingan nikohniki o'zi fasid, ya'ni batil emas. Yani fikir meseleniki üzerinde batıldan fasit deydi. Batıl degan aslida yok, bo'lmaydigan mesele. Fasit degan keyin onunki yani nikohning asos rukuni qo'shilib qolgan ish uni tuzashga imkoni bor degan gap bo'ladi. Endi bu yerda bundoq bir nikoh qilib qolgan bo'lsa, mana olimlarimiz deydiki, bu nikohni o'ngshash uchun shu qizvoliningki yeshida yashayotgan shu muhit, shahar, rayon tuqqanların ağrısındaki güzellik ve kaza hemmesi okşaydigan bir qancha bir kızını tepip onunki nikahıga, onunki mehr haqqı qanchalik bergan. Şunu andaki mehr misal deb, şunu meni bir orqali bu nikohni andaki nima qilib bu yerda o'xshaymiz deb mushtaqcho qilinadi. Shunga mehrsiz qilingan nikoh bo'lmaydi. Eng tovan deydi fikr olimlarimizdagi 10 dirham deydi, 10 dirham degan neki o'zi 60 gram, 30 gram atrofidagi yoki 30 gram atrofidagi bir 40 gram atrofidagi kumush, o'chaning o'zi jiq pul. Hozir hamda buni nima qilsak, masalan, balkim bu
30-40 dollar, yani 200 koy, 300 koy. Yani demek en töveni iş bulmadı degende o kızınki yüzü o ayı äge bek küyüp gitip amma men özümni bağışlabattım disimi cezmen en töven miqdaridagi bir pulluk narsani mehr qilib bekitip onu ep bo'lgandagi qo'liq topshirib bo'lgandagi ani berib bersamaylamdi o'shaning o'zida. Ammo nikohniki oldida jazman mehr bo'lmasa bo'lmaydi. Mehrning gapi demay turib nikah bo'lmaydi endi. Buniki eng töven, mana eng töven 10 dirham kumush deb burun kitoblarniki nemisini ham qiladi, 10 dirham oltin deb hozir hisoblасakmi, 10 dirham oltida 500 dollar atrofida, 500 yani 3000 koy atrofida mana mushu shaklda bo'lish kerak. Bunda bo'lgan nikah bo'ladi. Voy men ajna ishlava nima qiladigan shu yoshlig'i tutib ketib, voy men mehri nima qilmasam bo'ladi, işte oldi deb qildimiz deb. Bu durust emas. Agar mushtaq qilganimiz nikah buziladi, buni isloh qilish uchun jazman mehri misldan iborat bu ishni qilish kerak. Endi bu nikohniki buziladigan yeni bir ishlava bir qancha. Endi bu ishlarniki o'zida nikoh qilishdan burun er ayol her ikkilisida masalan eyib lavaken kasallik, yani ikki adam birga kelsa nafratlanadigan ham her ikkilisi bir-birisiniki ihtiyoji nikah va oiladan iborat bo'lgan bu ehtiyojini qamdiyamaydigan bir shakldagi nima ekan bu yerda bir eyib bir kasallik ekan. Buni nikohlashdan burun buni nima qilibdi? Suqibdi. Nikoh qilib bo'lgandan keyin shu shaklda og'ircha bo'lib qolsa, o'chan o'zida u xotin qopib, voy men erimda kasal bo'lib qolibdi ekan, men unda olsa qozi mahkamasi mening talig'imni bersin desa bu durust emas. Bu aldab yurib her ikkalisi bir-birisini yoki ayol kishi ayolni mushundaqan bo'lsa, o'chan o'zida agar erdi bo'lib qolgan bo'lsa, bu kasallik. Endi bu o'chan o'zida erdi bo'lgan kasallikning o'zida odamlarimiz bir qancha xil ko'z qarashga ega. Buning ichida ba'zi odamlar 6-7 xil kasallikni o'ttirib qo'ydi. Ba'zilar 8 xil, endi birisi 16 xil kasal bo'lsa, er kishida o'chaning o'zida u ayol kishi darhol qozi mahkamasiga berib, sudga arz qilib, o'chaning o'zida talig'ini olsa bo'ladi. Agar er kishi unmagan bo'lsa, o'chaning o'zida er kishiniki o'rnida qozi noib bo'lib, taloq qilib, uni ajrashtirib oladi deydi. Bu kasallikning o'zi ham rayon shu vaqtlarga nisbatan bekitilgan bir gap. O'chaniki o'zida olimlarimiz masalan innin muhannas xususiyat deydi. Yani bu Hanefi mezhepteki nimetdeki asasen 6 xil kasal. Mesela er kishida innin jup innin degan u odamninki yiliqi odat, yani zakar bo'lsa-mu endi qoyim bo'lmaydi. Qarab baqsa shundoq u to'y qilishdan burun bor kasalkan, qarab baqsa u voy men bor deb yurib uxlamagandiki, qarab baqsa u yo'q. Unda bo'lsa u odam, o ayol kishi qanday qiladi? O'shaning o'zida bunday masala yuz bergan vaqtda o'zida qozi mahkamasiga borgan bo'lsa, qozi shu odamningki o'ziga qaraydi endi. Muhlat beradi. Yani uzun bir muddat emas, ya bir yil ya 2 yil qoziniki o'ziniki nemasiga qarab, ahvoli qarab bekitadi deydi. Shu vaqtdagi o'zida yana shu ish bo'lmagan bo'lsa, o'chaning o'zida buni qozi tekshirib, ayollarni ya da ayol kishi tekshirdi. Rost shundoq ish bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu ayol kishi o'zi biladi. Bunda ish qanday o'tmadi, bu shundoq ekan, bu kerakligini qilmaydi ekan deb boshqaqa bo'lsa, isbotlash uchun jazman ayollar andan shu yiliqi qozining buyrug'i bilan ayol kishini shu ishlarini tekshirdi. Rost bir ish bo'lmaganligi isbotlangan bo'lsa, ya qiz olgan bo'lsa, qizlik shubhatim tug'an bo'lsa, andan keyin bu joning o'zini qiladi, yerda ajrashtirib oladi. Ikkinchidan anadan jup deydi, yani bu odat yakishniki, yani zakar odati kesilgan. Qarab bo'lsa kesilgan. Yeni birisi anadagi xususiyati, yani aqd qilingan deydi. Yeni birisi ishlamaydigan deydi, yeni birisi anadagi mushunda kasallik olib qolsa. Yoki bo'lmaydi, yani yakishniki o'zi sesiq bo'lish va og'riqchanlik va
Yani demek nikahdan boğan ölüm alırım asası neymişse kızı bala tektim dep neme dep tegidu. Toğra perzent olumez nem kılımız dep. Şununki yeni birisiga anı dekin. Kişiden alıdığan, kişiden menfaatlanan hak hukukları var. Şunu kıppırdın. Perzentimiz buludun. Dinsi münasebet ötküzümen, hayat köçürmen, o erinin üzümden pakiz, sağlam, ubdan buludun. Dep açtıkça tegidu. Tekkendeki karapasında bulmayan bolsan, mene şu vaktindeki yüzüde, şu ayağının yüzü, davamlaşık imkan yok. Davamlaştırın. Şundak hakkı, men asası cihetten neme kılıngan bolsa, uçağının yüzüden verilmeyen bolsa, men ölüm alırımız deydi, derhal nem qasında yeni birisi bir nese xil deydi. Men Hanefi mezhebinin yüzü deger müştahip qazı derhallıqqa neme kılmay. Bunu avayatı degenimizde doktorxanaga. Bulupmu hazır mene mühlet beriş nemesi yok. Hazır doktorxanaga tekşiriş nemesi taraqqiy qilib ketgan bo'lgandan keyin doktorxanaga tekşirip beripla bu adam zat işlemdi, bo'lamdi, bo'lmamdi, qanday bo'ldi deb kesilib bir damning ichida hal qildigan gap. Hal qilib agar isbotlab qolsa, agar saqaymagan bo'lsa darhol ajrish turibdi. Ya'ni demak bu yerdagi o'lim olimimizning yoki 6 yoki 8, 12, 16 kasal deb shunday har xil ko'z qarashli bo'lishning asosi emas, yig'inchoq. Hayat yani nikah bilan hayatni yani aile hayatını, xotindoshlik hayatını davomlashtirishga bo'lmaydigan har qanday kasal kamchilik buni bu qolgan vaqtning o'zida nikoh qilishdan burun bu qolgan bo'lsa, mana ayol kishining o'zi sud mahkamasiga berib da'vo qilib, mushunda talig'ini oschi bo'ladi deydi. Endi ayol kishiga kelgan vaqtning o'zida men olimlarimiz ayol kishiniki o'zida bir qancha kasalni degan, masalan ratqa va kazo deb, ya'ni ayol kishiniki jinsiy a'zosining yetilib qolishi, ustixon bir narsaning turib qolishi yo go'sht turib qolishi, ya'ni har kishi o'ziniki ayolidan ya'ni jinsiy huzur, halovat ololmaslik. Ya'ni shuningdek davomliq ya'ni hayz, ya'ni qon, suv deganidek mushta bir narsa kelish. Agar mushta bir narsa hamda ashunda bo'lib qolgan bo'lsa, nikoh qilishdan burun bo'lgan bo'lsa, u chaniki o'zida meni kishi taloq qilsa o'zining haqqi. Ammo buni eng yaxshi sud mahkamasiga berib qoziga deb qolgan bo'lsa, u pasqqandan keyin taloqniki nemasi bo'lmaydi hamda. Agar saqib qolgan bo'lsa, u qayta nikoh qilsa, qayta nikoh qilib, ma ajrashib ketishning taloq deb hisoblanmay, ya'ni qaytadan 3 taloq qilish haqqi bo'lgan bo'ladi. Bunun qartan yaxshi mahkamaga berib, shu sud qoziga deb bu amal isbotlab, anadagi qozi bunda pas qilsa bu yaxshi deydimdi. Akishniki qo'lida bo'lsa-mi? Endi shu akishni qo'lida agar mushta bo'lib qolgan bo'lsa, ashundaq holatda ashtaq, ya'ni nikoh oila hayotini er ayollik jinsiy munosabat va gazo degan ayollik nimani hayotini pokiz emas, pasqina og'zi buraydi, qo'ltiq buraydi, badani buraydi, yo oldi keyni buraydi davomli pur. Bunda ish yuz bersa, ya'ni nikahni davomlashning nemasi yo'q, imkoni yo'q. Darholliqqa o'chani o'zida qo'yvasin bo'ladi. Agar sud mahkamasi bo'lgan bo'lsa, uni ajrashtirib qo'yishga mahkamaga berishga nima uni durust. Ama bu kasallik o'zi biz debatimiz nikoh qilgandiki bo'lib qolsa, o'chan o'zida sabr qilish, o'chan darhol olib qo'yib xitingni ba'dab qozi unda ishini qilmaydi, u yerda bermaydi. Endi bu yerdamda kasallik nuqsonliq dedik. Bu yerdamda jinsiy kasallik va kasallik, badaniy kasallik, aqliy kasal. Aqliga sarankin. Aqli o'sha joyida emas. Yani ani gap qilsa, mana gap qilgan unda bo'lsa, umumiy bir kasal bo'lgan bo'ladi. Agar bu isbotlanib qolsa, o'chaning o'zida har ish kelsa, bu ish bo'lib qolgan vaqtning o'zida, mana bu qanday qiladi? O'chaning o'zi darholliqqa mana sud mahkamasiga berib, da'vo qilib ajrashib ketsa, o'chaning o'zida nima bo'ladi? Durust bo'ladi endi. Endi yeni bir ish endi. Endi nikohniki yeni birisi dedik. Endi er ayol kishiniki o'zini aldım degandan şu ayol kishiniki yemek, içmek, kiyim kechak va tural joyni hammani er kishining gardiniga qilib ayolni bekish farz. Bu farz endi. Shuningdek to'yliqni berishim kerak. Endi bu odamniki o'zi endi bu yilgi to'yliqni bergan vaqtni deydi. Shu ishni ya aldab debdi. To'y qilishdan burun o'zini boy ko'rsatib, ashunday nima qilib, qarab boqsa to'y qilib bo'lganligi bu ish yuz bergan bo'lsa, qarab boqsa hech nima yo'q.
to'ydan asli ba'midi. Asli qo'shqilib baxmidi. Kim kechak turag'i javogazan qilib ba'midi. Shu vaqtniki o'zi darhol meni ajrashib ketishga nemisi bor, meni haqqi cho bor. Endi to'yliq masalasiniki o'zida agar bu yerda ba'zi olimlar deydi, bu yerda to'y qilishniki o'zi boy bo'lish shart emas. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda va in takunu fuqara yughnimullohu min fadli va yakunu fuqara yughnimullohu min fadli degan oyat bor. Bu oyatda Alloh taolo nikoh qilinglar, agar Alloh sizlar kambag'al bo'lsanglar, qo'li ilkin bo'lmagan bo'lsa, Alloh o'z fazlidan seni boy qiladi degan bu oyat bor. Buning asosan bir er kishiningki kambag'al bo'lishniki o'zi ajrashib taloq bo'lish nikohning buzilib ketishiga nima emas, sabab emas deydi. Endi ba'zi olimlar mushuna ish yuz bergan bo'lsa darhol qilmay buni vaqt beramiz. Qanaqa qilamiz? Mushundaq to'yliqni ba'midi. Endi to'yliqni ya'ni mehr muajjal deb ikki xil bekitiladi. Bekilgan vaqti muajjalni ya vaqt muayyan qilib falan vaqtni beraman debdi. Bermay o'chadi, kambag'al bo'lib ketdi. Bu vaqt o'zida da shu bu ba'midi deb nima qilmay, mana Hanifiy mazhabnikidek uning uchun nima qilamiz, uni kechiktiramiz. Boy bo'lgan qadar ayol kishiga deymizki, siz buni nima qilasiz bu yerda? Siz shu ta'xir qilib sabr qilasiz. Oyat degan davomli undan boychi bo'lmaydi deymiz endi. Shunga bu yerda asosan bu yerda aldash shaklda bo'lgan bo'lsa, ish boshqa. Kishi ayolni qizg'on aldabdi. Mashina ko'rsib, uyni ko'rsib, "Oy" deb, "Ep, shunda qilish amalmi yo'q." Unda bo'lgan bo'lsa, ayolning haqqi. O'sha darhol da'vo qilib, ajrib ketsa past qiladi, qozini ajrashtirib oladi. Ammo undaq emas. Qo'l ilkidimi bor, nima bor? Kambag'al bu ishlar bilan nikoh qilib bo'lgandan keyin mushta kambag'al bo'lib qoldi. Uni bichib beramiz. O'sha kechiktiramiz endi. Kechiktiramiz. Yana bir soni lekin nafaqa. Nafaqa bo'lmaganlikdan, ya'ni yemak-ichmak, kiyim-kechak, turalg'u joyniki bermaganlikniki o'zidan bu ajrashib ketish, ya'ni ajrashtirish qozi. Bu qandoq gap? Agar shu odam shu ayolga berilgan, yetkilib turgan yoki ya'ni o'zi yetkilgan pul yoki bu narsa hech qanday bir malchi yo'q. Bu isbotlandi. Isbotlanib rasmiy yo'q bo'lgan bo'lsa, agar eng yaxshi vafodor yuzidan ayol kishi shu kishiga yerigan vafodor bo'lish yuzidan mana nima u deb har kishi yordamda bo'lib, qo'lini qirmay, yana davomli harakat qilib qilish kerak. Ya'ni undaq qilmay, bu shundoq qildi, uni qilamidi, buni qilib bermidi deb o'ziniki muhim ehtiyoji, ya'ni oilaning zarur ehtiyoji qilamiz, yemak-ichmak, kiyim-kechak turalg'u joy. Ammo unidan boshqa narsa mashina olib bermadi, ani qilib bermadi, boylardan do'rab, pul bor kishilardan do'rab, kishiniki o'ziga bundoq besim qilib sud mahkamasiga arz qilish xato. Bu durust emas. Agar bunda ish yuz berib qolgan bo'lsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning hadisidek, bunda bir ayol jannatga, hatto jannatning purg'umuchi ketiy olmaydi. Şu bunday meselelerninki o'zida o'ziniki hayot, yemak-ichmak, kiyim-kechak turog'i jivoy bor. Ehtiyoji bo'lgan zarur narsa qilib berdi. Bundoq turg'ini yeni qilish durust emas. Ham muslim qilolmaydi ekan endi. Qilolmagan bo'lsa, eng yaxshisi bunga sabr qilish kerak. Oila hayoti bu. Sabr qilmay o'chaning o'zida shariy mahkamada meni buni davomli agar mol bo'lgan bo'lsa, moldan qazib hashlabdi deymiz. Hanifiy mazhabning o'zida qazib beramiz deydi. Darhol ajrashtirmay, misol siz ma'noga oylikqa manch pul ketdi, palon yadi, pukun yadi, davlat nemizni qazib beramiz. Qazib hashlab turdi bu ayol. Sen misol pul topgan qadar qachonlik topsan ya palon muddatga bu pulni bersan deb mushtoqlik qilamiz deydi. Bu bir qadar nima u muvofiq. Agar bunda bo'lmasa, o'chaning o'zida mana hozirgi dunyoni ko'ryapmiz. Hozirgi dunyoda taraqqiyot o'bini deb hozir xalqniki iste'mol saviyasi kundiga eshib, har xil turlarga aylanib, onun qarşı o ehtiyoj, bunun qarşı bu ehtiyoj ashtachu ketib boramiz. Agar bundoq qilsak, oila yo'qolib ketadi. Shunga o'ylamalarimiz mushu masalalarniki o'zida Hanifiy mazhabniki bu ko'z qarashiga eng muvofiq deb nima qilishimiz kerak, qarashimiz kerak deb nima qiladi yerda qaraydi. Şuna eğer bundak akışning o'zi eğer o'ziga bunda bir ish bo'lib qolgan bo'lsa, o'chan o'zida yana psixologik qilib yoki urullik qilib yoki uni bermay unda qilsa ish boshqa. O'shan o'zida
Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala fe imsakum bi ma'ruf ev tasrihum bi ihsan. Siz ayağınızı tutsanız şeriat ne degan bo'lsa yaxshi obdan shuna bir shaklda nima qilsangiz tutasiz. Yoki bo'lmaydi, quyvasin chiroyli bir shaklda, go'zal bir shaklda, ihson eng obdan bir shaklda quyib etsangiz deydi. Shuning uchun akshoga adam agar yuzning ahvoli yuz berib biladi. Hozir nima? Ayol kishiniki yuzimi bundaq yeliq dot qilishga bo'lmaydi hamda. Shu bu oyat degan, oila hayoti degan o bir taraf turib olib, bir taraf nima qilishi bo'lmaydi. Har ikkisi o'xshash kuch qolgandicha bo'ladi. Mushundaq ayol kishi kuch chiqarib turibmi, kishi yetib olib, o ishni qilolmay, ani bag'ilmay, ashunda urib, so'qib, tillab, mushunda zo'rlik qilib, aroq ichib bunday qan bo'lsa, mana aroq ichish, o'g'irlik qilish, zino qilish deganning o'zi ayib deb hisoblanadi. Agar shu qizniki o'zi shu odamga tegibdi, tekkandiki qarab baqsa bu aroq kashgan, zinoxo'rkan, o'g'irkan, qilmamaskan. Mana oyatdagi darsimizda bundaq iffatlik yaxshi ayolning o'zi bundaq fosiq bilan biz necha qator to'xtaldik. Bir o'yda yashash imkoniyati bo'lmaydi. Dursa emas. Buni darhol nima qilish kerak. Endi bundaq bir shaklda qarab baqsak, yana qimir o'ynab, yana o'g'irlik qilib, pulni tugitib, xuddi balvari qarmay, ashlar qan bo'lsa, mana o'shan o'zida shariy mahkim bo'lgan bo'lsa, o'shan o'zida bu pul ep berib, anadagi mushtaqchoq qilish kerak. Bo'lmasa darhollikqa ajrashtiradigan ish yo'q bo'lmaydi deydi. Endi bir masala endi erniki o'zi turmadi ekan yoki yo'qolib ketibdi. Jemmete. Bundaqchani o'zi qanday qilamiz? Endi bundaqchaniki o'zida mushu yo'qolib ketganlik erininki mush yo'qolib ketganlik ya turmagan 5 yil, ya 10 yil, 20 yil muddatsiz kesilib ketibdi. Mushundaqlik sababidan bu ayolniki o'zi zarar yetadi ekan. Masalan, yemak ishmigini qila olmaydi ekan, kiyim-kechak, turalg'u joy, uniki ijara berish va kazo ishlarni qila olmaydi ekan. Mana mushundaq bo'lsa, o'chaniki o'zida qanday qiladi? Agar zarar mana o'ziniki nafsini cho't tuta olmaydi ekan, agar mushta bo'laversa, uzun muddat qilmasa, harom narsaga zino qilib ketish ehtimoli bor ekan. Shu chaniki o'zida mana u ayol mana sud mahkamasiga berib, mana arz qilib, mana bu o'ziniki nikosini elish orqali pasq qilsa, nima u durust deydi. Endi bu ayolniki o'ziniki hamda bu aniki yo'qolib ketish masalasida yo'qolib ketishni bilamiz. Yo'qolib ketish hozirgi davrniki o'zida telefon va kaza narsa bor. Nada emas, hammasi uchun ma'lum. Endi bu yer yo'qolib ketish bunaqa davrniki o'zida bir yakasi na ketganligini o'qiolmaydi endi. Shundan yo'qolib ketish. Bu chan o'zida bu olimlarimiz ba'zilari deydi 6 oy. Agar 6 oy kelmasa yo'q deb hukm qilamiz deydi. Ba'zilari 1 yil, ba'zilari 3 yil deb bunday nima qiladi? Bekitadi. 3 yil ya 1 yil kelmagan bo'lsa u odam yo'q deb sotdaniki o'ziniki noibiga o'rib turib, bu ayolni ajrashtirib, uni ertagiz tegamdi, ya qanday ish qilsa bo'ladi deb bunday nima qiladi? Qo'yadi demdi. Endi bu bir xil ko'z qarash. Ammo Imom Abu Hanifa va Imom Shofiy rahimahumulloh agar bir mushna yo'qolib ketgan bo'lsa, darhol yo'qolib ketdi. Oy, 5 yil, 2 yil deb nima qilsa, o'chan o'zi darhol bu chan o'zida bu ajrashtirishga meni bo'lmaydi deydim. Bu qanday bo'ladi? Endi yo'qolib ketishning o'zi yiroq va yaqin bo'ladi. Agar yo'qolib ketishlar yerg'aroq bo'lganmiz, yiroq joyda o'chan o'zida qoziga topshiramiz. Yaqinroq bo'lsa qozi o'zi bekitadi. Qozininki o'zi bekitib, agar bu yerda buni tekshirib, har yerni tekshirdi. Qozi mahkamasining davlat organlarining hamma ish qisilib, bu yerda yo'q imkon yo'q. Bo'lmaz, qo'lolmaydi, yiroq ya kelolmaydi yoki ashuna bir yerda yoki turmada. O'chani o'zida mushuna bo'lib qolgan bo'lsa, o'chada qozi hamni ajrashtirib olsa bo'ladi ekan. Yoki kechikdi buni bir desa, amog'i deb kechikib sabr qiladi. Agar kechirishga bo'lmaydi ekan, ya falan muddat kechik degan bo'lsa, o'chaniki o'zida mana nima qilish kerak? O'chaning o'zida mana ajrashtirish etish kerak deydi. Endi bu yerda bizniki hozirgi ahvolimizdan xabar, ya'ni internet va gaza xabar hozir umumlashib ketdi, nima ekanligi chu ma'lum. Endi bu yerda turmushga kirganlik, g'ayib va yo'qolib ketganlik dedik. Biz endi
bizniki Uyg'ur millatiniki o'zida, vatanimizda bo'lib, bu vatanniki o'zida. Mana dinimizni oliy qilaman, vatanimizni mustaqil qilamiz, Sharqi Turkiston ozod qilamiz Xitoydan deb shunday mujodala qilib, mana urush harakat qilib turma kirib qolgan kishilar bor. Mana bularniki ayoli, mana bularniki ayoli balvoqilar cho'ng, katta kishilar. Cho'ng bir katta kishilar. Mana bularga ozor berish, bularga mana haqoratlash, o'lg'it tashib etish qat'iy bo'lmaydi. Mana qat'iy bo'lmaydi hatto. Xotinib qolsimi, bunda bir kishi meni deb, shunday qilib 5 yil, 10 yil kesib o'tib, men uni chidab tura olmaydi ekanman, xeytimni va deb uni beshni og'irtib, unda qilishga dursunmaydi. Vafodorlik, ya'ni ayol kishiniki o'ziniki eriga vafodorlik qilish nimasi bor, masalasi bor. Vafodor yuzsizdan bo'lsa-mu, o'ziniki eri bo'pti, xeytin beray degan muddatga sabrchi qilish kerak. Ammo turmudi turib, hech qanday bir narsani qilolmabdi. Baqamabdi, bir narsa qilamagan bo'lsa, o'chaning o'zida u ahvoliga qarash kerak. Bu masala yo'qolib ketish va turma kirish masalasi, masalan, to'g'ri yo'l qilish orqali turmaga kirib qolish, xato yo'lni qilish orqali turma kirib qolish nimasi bor, masalasi bor. Mana bunday masalalarniki o'zida agar mushu sababdan bir ajrashib ketish masalasi bo'lgan bo'lsa, bu ajrashib ketishni ba'zi olimlar taloq deb hisoblab, ba'zilari pasx deb nima qiladi? Hesaplaydı. Endi yeni bir ajrashib ketish var. Bu ajrashib ketishninki o'zi her ayol, her ish kelsa, mushundaq ushshoq gapni deb davomli urush talash qilib bir yerga ap o'tmaydi endi. Hech kim birisini aplashtirgich bo'lmaydi. Men mushunda olib qolsa, qarab baqsa, bir gapni deyotgan mening haq deb, ayol kishi bindi deyotgan mening haq deb mushunda olib ketadi endi. Mushunda bo'lib kelgan vaqtdagi o'zida bu işteki küpüncesi erlerde kartılıdı. Çünkü erler köpünç vaktin üzerinde ayallığa azar veriş, tıllaş, hakaretlaş, vakaza kişininki yüzü erlerde ekip çıkan. Erlerde ekip çıkandakin ayal kişininki tabiati bir kadar tersan, bir kadar kajarak olandakin umumen kalamtım deydiğin burada gacı gucun ailede tügümeydiğin faran, tügümeydiğin uruş talaşlar ekip çıkadı. Bundan vakti kanda kılış gerek. Bundan işler yüz vergen olsa Kur'an-ı Kerim'de bunu apırıp talak xutun eri xutun talak vassun ayol kishi talagını alsın degan gap yok. Kur'an-ı Kerim'de şuna deydi. Onun bir yolu var. Yol boyunca iş kılışımız gerek. Ve in khiftum shiqaqa baynihima fab'asu hakaman min ahlihi ve hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqumullahu baynahuma innallaha kana aliman habira. Eğer sizler şu ayal otursidiki mene urush talash ajrashib ketishdan qo'rqsanglar, sizlar şu er tarafdan bir hakam, ayolninki oilasi tarafdan bir hakamni nima qilinglar? Evatinglar. Evatinglar ki eğer bu ikkisini o'tirsa men isloh qilib yarashtirib qo'yman desa, u chog'ning o'zida Alloh taolo hammani bilib turguchidir, xabardor bo'lib turguchidir. U chog'ning o'zida men isloh qilib Allah Teala onu muvaffaqchi qiladi deydi. Ana o'g'andikin ikki ayolning o'ttirisida mushunda ushshoq qish vagaza ishidan urush talash bo'lib, mushunda davomli jadal majra tugamaydigan mushunda ish bo'lgan bo'lsa, opiribla ajrashgan nima yo'q. Ikki oiladan mushunda bir ayolning va erning oila tarafdan bir nemini hakam, her ishkilisiga loyiq muvofiq qila oladigan, yarashtira oladigan aql o'shi joyida men ishni aplashtirgan musti isloh qiluvchi kishini evatimiz. Bu ikkisi anadekin isloh qilib xato nada? Her ishkilisining ayol kishidimi, kishidimi? Agar her ishkili eshib ketgan bo'lsa, qaysi bo'lsin besish, tövelab ketgan bo'lsa, ko'p mana shunday ko'tirish orqali ikkisiniki o'ttirisini bu yerda nima qiladi? Islohchi qiladi. Bu vakil emas endi. İslah qilib qo'ydigan gap. Shu isloh qilish orqali anadekin bular ailesini davomlashtirdi. Agar bu isloh qilgan deganki odamning o'zi bu bo'lmaydi ekan deb u taloq qilib ajrashtirishga bu yerda nima yo'q, o'chaning o'zida haqiqatchi yo'q, bunda ish yo'q, faqat isloh qilib aplashtiramiz deydigan bekitilgan kishilar bu deydi. Unda o'g'andikin bunda bir ish yuzagan bo'lsa,
derhal qila o kishi o qo'yib berdim deb ayol kishi o'zi jaqirab baqiraq kishi yo'q. Men mush shaklda qilasiz, aniki sizniki haqiqiy men mu'min, men musulmon degan ishingiz bu yerda ifodalaydi. U yerda jaqirab og'idan o kishi xotinlik kishini urib tillab, uningdagi chiqa deb taloq qilib, u bo'libmi musulmon, men mu'min deydigan kishiningki ishi shu emas. Men haqiqiy mu'min, musulmon deydi ekansiz, Qur'oni Karim nima debdi? Mush bo'yicha amal qilasiz. Bo'lmasa bunda qilmaydi ekansiz, ashada jaqirab, vaqirab, mening kuchim bor, nim bor deb urib tillab bo'ziga yetib qiladi ekansiz, u chog'da zulm bo'ladi. Zulm qilishniki o'zi bu nima bu? Harom. Bu qat'iy nima emas, durustchi emas. Endi bu ikkisi o'tirsa urush talash jadal majronininki sababidan past qilib ketibdi. Bu chog'da bu taloq nima deymiz? Bu talaqniki o'zi taloqi bain deydimdi. Ba'zan u yoq taloqi bain emas bu. Bu taloq raji bo'ladi deb qo'ydi. Chunki taloq bilan ajrashib ketgan gap. Ikkisi davomli apshamagandagi ikki tarafdagi kelib so'lib qilib qo'ymizga adam unmagandan urush talashga vaqirab jaqirab yana nima qilma deb turgandan keyin bu qat'iy ishga birga kelmaymiz degan gap. Birga kelmaymiz degan gap taloq bain bo'ladi demdi. Agar ayol kishi besqib ayol kishidek bo'lib, kishidek bo'lib, gepni turib, mana bir ham mehri, ham qahrini ko'rsatgidek, buna darajada olgan bo'lsa, o'shaning o'zida yana qayta yana yarishib qolishning ehtimol bo'luvchi taloqqa raji bo'ladi. Bunda yana akib qo'ysin, unmay yana yuzini gepini qivirib, har ishga taraf, kishi asli, xotin kishi asli bunda bo'lgan bo'lsa, o'shaniki o'zida bu taloqqa bayin bo'ladi. Bu taloq bir taloq bo'lgandan keyin agar iddat mushish bu bo'lgandan keyin yenishib qoldik desa, u chaqniki o'zida qaytadan nikah, taloq bayin bo'lgandan keyin qaytadan mehrchi, to'yliqchi bilan nima qila oladi, u chaqning o'zida qaytibchi kela oladi dedi. Shuning uchun bunday bir ishlarniki meni oldini olish uchun Qur'oni Karim, hadis Rasululloh nima debdi, mushu bo'yicha amal qilishga tirishimiz kerak. Hammamiz Alloh taolo mushu Qur'oni Karim, hadis Rasulullohda nima debdi, o'zimizniki og'zimiz da'vo qilayotgan da'voyimizga asosan, ya'ni haqiqiy mu'min, musulmon degan da'voyimizga asosan yashashgan ham Qur'oni Karim, hadis Rasulullohniki shu ko'rsatgan shu hukm bo'yicha amal qilishga Alloh taolo muvaffaq qilsin. Va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.